Bir-biri bilan poyga o'ynaydigan avtobus haydovchilari haqida nimalar deysiz? Ular odam tashishadi axir deydiganlar bor. Bitta voqea esimga tushib qoldi. Talabalik paytim edi. Bir avtobusga mindim. Avtobusda homilador ayol bor edi. Ya'ni tiqilinch avtobus. Paytlar avtobuslar hozir ham tiqilinch bo'lsa kerak, ancha bo'ldi avtobusga chiqmaganimga. Avtobusga chiqdik, homilador ayol o'tiribdi. Oldida ushlaydigan temir. Ikkita avtobus bir xil raqamlimikan yoki yo'nalishi qayerdadir kesishib birga ketadiganlar. Yo'nalishi bir xil bo'lib qolganlar. Oldinroq odam olish uchun shunchalik poyga o'ynayapti. Bilasizmi oxiri nima bo'ldi? Chorsuga yaqinlashganimizda avtobus oldidagi mashinani urdi, maydalab tashladi. Avtobusga kelib maydalab tashladi. Bu demak 2008-yil bo'layotgan voqea. Men talab edim o'sha payt. Oldidagi mashinani maydalab tashladi. Qattiq tormoz berish natijasida homilador ayol men ko'z oldimdan ketmaydi haligacha o'tirgan holatidagi homilador ayol qorni bilan oldidagi temirga kelib urdi. Ayol shuni o'zida yo'q hushidan ketib, o'sha yerni o'zida yo'q men ayolni haligi misol nimasini aytyapman, qon ketib qonga bulanib qolganini ko'rganman. Va o'sha yerda bir erkakni o'sha shofyorni urib qo'lini sindirib tashlaganini ko'rganman. Poyga o'ynagan shofyorni. Nimaga? Ko'zingga qarasang bo'lmaydimi? O'tin toshyapsanmi? Bir narsa dedi shofyor haligi avtobus haydovchilariga hozir nima tomonni ham aytaman, og'irroq o'zlariga tegishli bo'lgan joyini ham bo'lgan voqeani oxirigacha aytay. Aytib kelyapti bir erkak, "O, aka, sekin haydang, homiladorlar bor, yoshi ulug'lar bor, bir narsani qarab aytadi, "San ishing bo'lmasin", deyapti. Aql o'rgatmagan, tushib ketib bo'lmasa avtobusdan. Bosdi, keldi, avariya qildi. Shu yigit shuna turib borib, boyagi endi rolda qotib turibdi. Urib tashlagan. O'zi ham kallasi bilan urganmi lobo oynaga, o'zining ham peshonasi qonagan. Shu holatda yoqasidan ushlab tortib chiqarayotganda o'zim shunday qarab, men ham qotib qolganman-da. Qaytib ushlagan odamni bir urib qo'lini sindirib tashlagan. U ham mayib bo'lib qoldi. Bitta homiladorda u homilasi o'ldimi, xudo bilan nima bo'ldi? Qon ketyapti. Qancha odam yiqilib qoldi. Oldidagi bir mashinani maydalab tashladi. Va shu o'rinda avtobus haydovchilari, taksistlar va marshrutka haydovchilariga aytamanki, sen mashinangda, avtobusingda, marshrutkangda olib yurgan odamlarning xizmatkorisan. Sen xizmat qilganing uchun oylik olyapsan undan. Sen uni haqqini ado qilib qo'y. Sen hech kim emassan. Sen odamsan. U ham odam. Sen bularning xo'jayini emassan. Puling ko'p bo'lsa, taksiga chiq deb baqiradigan avtobus haydovchilari. Sen agar boy bo'lsang, uyingda o'tir, avtobus haydama. Nima qilyapsan? Shuncha odam, 80 ta, 70 ta, 60 ta odam shunchani haqqi birovni o'ldirib qo'ysang, sen umring ham qamoqda chirib ketadi. Mayli, qamoqdan ozod bo'ling. Ertaga qanday javob berasan? Qani birovni haqqi bu yerda? Mana buning uchun nima kerak? Buning uchun inson manierida diyonat bo'lish kerak. Qo'rqish kerak birovning haqqidan. Hurmat qilish kerak. Mana do'stlarimiz aytadi, Yevropaga borsak deydi, servis sohasida ishlaydigan, ayniqsa avtobus haydovchilari va taksistlar shunday xushmuomala bo'ladi deydi. Ya musulmonlarda yo'q unaqa muomala. Musulmonlarda ahvoli bu. Og'riqli. Shuning uchun bu borada o'sha haydovchini agar pulini halollab yemoqchi bo'lsa, bola chaqasiga halol luqma yediraman desa, o'zini bosib jimgina yo'lida yurib haydash kerak. U oldin boradimi, keyin boradimi, u avtobusning o'zining rizqi bor. Bu avtobusning o'zining rizqi bor. Hech qachon men sizni rizqingizni, siz meni rizqimni yeb keta olmaysiz. Va ichidagi insonlarning mas'uliyati va javobgarligi bor. So'ralasiz. Albatta so'ralasiz.